أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz o'tgan darsda namozninki oldidagi qilishlik ishlar yoki shartlari ustida to'xtalgan. Buning ichida avratni yo'gash masalasi bor edi. Erlarning avrati kindikning ostida tiz qadar deb, ayollarningki yuzi bilan qo'lidan boshqa, ya'ni beg'ish qadar, o'sha ikki o'rindan boshqa, ya'ni bir rivoyatda puti o'shqa qadar shu o'rindan boshqa avrat edi. Hamda avratni ikkiga bo'lib, qala al-musannif rahimahulloh taala wal awratu awratan. Avrat yengil yoki ig'ir darajalik avrat deb ikkiga ayrildi. Ghalidatun wa hiya sawatan. Ig'ir darajalik avrat bu oldagi ikki avrat shu deydi. Wa khafifatun wa hiya ma siwahuma. Yengil darajalik avrat shu ikki oldagi avratdan boshqa kindikdan tuvan va tiz qadar orliq shu yengil avrat bo'ldi. Fal mani'u min al-ghalidati ma yabdu ziyadatan ala qadr ad-dirham. Ig'ir darajalik avratdan, ya'ni oldagi ikki avratdan to'sab qo'yilgan narsa edi. Nimadan to'sab qo'yilgan? Namozdan to'sab qo'yilgan. Ya'ni eshitib qolsa, avratni o'rganmagan bo'lib namoz o'qishga bo'lmaydi deydigan miqdor ma yabdu ziyadatan ala qadr ad-dirham. Tanga miqdordan ortiqcha ko'rinib qolgan bo'lsa, namoz o'qishni to'sab qo'ydi. Masalan, biz tanga miqdori ruxsat deyapmizmi? Tanga miqdoridan sal doira kengaysadan oldagi avrat o'chib qolsa, namoz durust bo'lmaydi deymiz. Namoz o'qsam bo'lmaydi bunda holatda. Masalan, burun ishtalloh, masalan, jitoq, eg'i jitib ketgan, kassi jitoq qanday ishtalloh bordi. Shular ishimlarga yamoq solibdi. Hozir uni unutib qolib, hozir biz boshqa millatni yaratmaydigan bo'lib ketdi. Yana ishim kelgan chog'da kassilchilar u yurak belgisida yana holatda yamoq solib ashyapti. Kaqa 30 yil burun gap shu. Kishilarning shu namoz o'qigan chog'da ba'zi kishining birlam shimi bor. Yozliq bir, qishliq bir degandek. U jitib ketdi, yamasiyani jitlab namoz o'qigan chog'da ba'zida shu oq tarafini o'ch qoldi ahvol bordi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida shunda batdi. Lekin bizning vujudimiz shu 30 yil burun batdi bunda. Ashuna o'chib qolgan taqdirda namoz o'qisa bo'lmaydi. Yani tengi miqdoridan eshib ketib qolsa, ko'rinib qolgan oldagi ikki avrat, ig'ir darajadagi ikki avrat, unda miqdorda eshib qolsa, namoz o'qisa bo'lmaydi. Yani yengil darajadagi avrat bo'lsa, yo'tsa, masalan, bunda joyda o'chib qolsa, rub'ul udwi kama fi najasat. Badanga va kiyim-kechakka maynat narsa yuqib qolgan taqdirda manchilik bo'lsa, 4dan 1ni belgiladik-ku kitob at-tahorada. 4dan 1 badanning a'zosining, yo'ti desak, yo'tining 4dan 1 miqdori bilan belgilaymiz. 4dan 1ga yetsa, o'chib qolgan o'rin namoz o'qishni cheklaydi. Va zakaru udwun binfiradihi. Zakarning o'zi ayrim bir a'zo hisobida. Asli bu zakar hamda savatan. Nima? Savatan shu. Binfiradi demasak, uni 4dan 1 o'lchaydigan shu. Ashundan qadr dirham miqdoridan shunda oshqandikilar ko'rinib qolsa, namoz o'qisa bo'lmaydi degan. Va kadalkal unsayan. Tash bo'rakmi? Shunda o'zaldiq bir a'zo hisobida. Lekin bu shu oldagi ig'ir darajalik avrat qatoriga kirish kerak. U ig'ir darajalik avrat bo'lmasa, savatan bo'lmasa, nima bo'lmoqchi? Savatanning biri ham nima shu? Nima? Namoz o'qiyotgan jarayonda qarshi namoz o'qib ketamiz. Namoz o'qiyotgan chog'da, masalan, ishdan tushib ketib qoldi masalan. Unda o'chib qoldi va sho'lab qolsa, gachida kivasi bo'ldi. Lekin tushib ketdi, bunda o'qiray deb qolsa, Imam Mustafa qo'magida ingizcha eshitib qolib, da tursa yerbilib yan ingizcha boshqa istaylik vaqasi eshitib qolib kelib qisqa. Masalan, shimni endi nima kelsa, semiz odamlar eshitib qolishi mumkin. O'sha namoz bo'lmaydi shu. Yani bu
kassa isqasa masalan o savatan demay uni oddu bin firadi deb qasa 4dan 1 degan o'lcham shu. Agar shu teng miqdorni cho'nlab turib namoz o'qisa huzurli namoz. Ya namoz hisob bo'lmaydi. Chunki bu namozning bir sharti hisobida qardani bilmazlar. Yoki shart demay, buning farzi, vajibi deb qasa, gunohga o'lashulan billah namoz durust bo'ldi dedi. قال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد. Anu meni to'lab ketgan uni tozlaydisa, tozlaydigan narsa yo'q. Bunda ahvolda qanday qilish kerak? Maynat altida namoz o'qiyverdi dedi. Mesela kim maynatgan dedi? Kim maynat oldu? Shu bir shimlan bor. Uni selitay ya boshqa almashtirasiz, boshqa kim yo'q. Juydisimi, juydigan suv yo'q, yo'q. Unda holatda shuni bilan o'qiydi. Masalan, ko'pincha turmush solab qo'yganlarda unda ahvol ko'rilishi mumkin. Kiyim mesela ya qon ya endi meni to'g'an kiyim almashtirish fursati yo'q. Shu turmush solaqlar ya suv yo'q yerda. Tayammum qilishga tartibdan so'msimi, lekin kiyimni tozlaydiganim bo'lmasa, shuni o'qiyverdi dedi. Valam yu'id. Kiyimni almashtira oladigan sharoit bo'lgandan keyin qayta o'qimisim bo'ldi. Lianna taklifa biqadr al-wus'i. Chunki bu yerda vazif topshirish qurbining yetishishi bo'ldi. Fa in kana at-tahiru rub'a ath-thawbi aw akthara salla fihi. Endi ahvol qaraydi deydi. Pokiz bo'lgan qismi kiyimning 4dan 1 bo'lsa, ya uning jiqraqi pokiz bo'lsa, o'qiyasi bo'ldi, chetaq yo'q. Wala yusalli uryana. Yalang'och namoz o'qimaydi. Kiyimni silvitib, bu maynat kiyim bilan o'qsam bo'lmaydi deb kiyimni silvitib bilan o'qimaydi. Chunki buning 4dan 1 bo'lsin, pokiz qismi bor deydi. Nima uchun 4dan 1 pokiz deb o'qiyversa, li'anna ar-rub'a qa'imun maqam al-kulli shar'an. 4dan 1 shariatning ko'pincha ahkomlarida butun bir narsaning o'rnida turgan. Masalan, masx qilgan vaqtimizda 4dan 1 masx qilsak, butun 5ni masx qilgandek bo'lgan. Alama urifa, ya'ni fi bab al-masx. Wa in kana duna ar-rub'i, yani pokiz qismi 4dan 1dan az bo'lsa, fakadalika 'inda Muhammad ibn Hasan Shaybani men o'xshash deb qarabdi. Annahu taraka fardan wahidan. Chunki bu osh kiyim bilan namoz o'qiyversa, bu bir farzni tark qilgan bo'ldi. Ya'ni kiyimning pokiz bo'lishi degan farzni ado qilmagan bo'ldi. Wal uryanu yatruku furudan. Yani yalang'och namoz o'qib qolsa, bir nechta farzni tashlagan bo'ladi. Bu farzlar qaysi? Albatta shuning ichida avrat yepish yalang'och bo'lib qoldi. Ikkinchisi ya furud dedi, bir nechta farzlarni ruku va sujud masalasi bo'lishi kerak. Chunki yalang'och namoz o'qigan chaqda ruku sajda qilmaydi. O'tirib o'qiydi deyish mumkin. Unda engishib ketmaydi dedi. Engishsa qanday bo'ldi? Yalang'och o'qigan ekan, mesela jamoat olib o'qidi. Yoki boshqa odamlar bor. Adam bo'lmasa hamda ruku turgan ahvolda avrat o'chib qoladi. O'rtirib o'qisamiz, avrat o'chib qoladi. O jamoat olib qolsak masalan turmadan da ahvoli bo'ldi-ku. Bo'lmaydi. Nima ekan? Yalang'och namoz o'qiydi, lekin yalang'och o'tirib o'qiydi deydi. O'tirib o'qigandan keyin ruku bilan sajdada amal qilmay qoldi deydi. Nima ekan? Avratni o'rgashga amal qilmadi, bu bir. Ruku, sajda buni joyida qilmadi, bir nechta farzga amal qilmagan bo'ldi. Lekin maynat kiyimda o'qiyverib qolsa, bir farzdan tashlanib qolgan bo'ldi, undan bu yengil deydi. وقال إمام أبو حنيفة أبو يوسف يتخير أهل القرب طلب إشقيسون والصلاة فيه أفضل أشو كيمل الله نماز أقيراسا شو أفضل لأن كل واحد من الصلاة عريانا ومع النجاسة مانع عند الاختيار يمشي عند شو كيم نماز أقيراسا أفضل دسا çünkü yalang'och namoz o'qishmi, maynat kiyimda namoz o'qishmi bu holatda ixtiyoriy holatda cheklangan ish. Ruxsat qilmaydi. İlla annahu idza salla fi thawbin najisi yastur awratahu. Lekin ay maynat kiyim bo'lsin, shuni kiyib o'qsa, avratini yo'g'gan bo'ldi. Yani bir ishni hozir qilgan bo'ldi. Va annahu vajibun fi salah. Unisiga namozda avratni yo'g'ash vojib. Namozning sirtida vojib va xorijaha. Fakan awla. Undan ekan bu oldin o'ringa qo'yilgan ish. Shuni tarjih qilindi dedi. Yani maynat kiyim kiyib, uni tozlaydigan hech qanday bir char topolmagan kishi yalang'och o'qimay, maynat kiyim bilan o'qiydi. Albatta, bu avratning yalang'och qilishi, masalan, shim kiygan,
pakiz ishim bor, lekin maykisi maynat olsa, maykini silib tutlam, kindik qadar onun o'chqasin o'qisamayla. Lekin bu shu kindikdan tuvan va tiz qadar arliq o'chiq qoldigan holat masalasi bo'lsa, ondan shu maynat ko'sirilar, maynat ishim bilan o'qiyverdi. Tazlanmaydigan, yengishlanmaydigan holat bo'lsa. Sirtidagi kiyimi maynat, masalan, kalkishni pakiz bo'lib qolsa, sirtidagi şey. Maynatni silitib, o'rtmaga bo'qiydi. Hali ma'lumda shu bir kiyim kiyilak, buni tozalash imkoniyati yo'q. Bunda holat bo'lsa, masalan, bir parcha kiyimlar kiygan bir kishi, boshqa kiyim yo'q, suv yo'q holatda shu kiyim maynat bo'lsa, demakchi. Eğer bir namazı kaza kılsa kiyimini su tapadı. Qaytilmaydi. Bilim yu'addidu. Tümey durup kaza kılsa. Ya kaza qilmaydi. Shu chog'da o'qiydi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Qala wa man lam yajid thawban salla 'uryanan qa'idan mumi'a. Yani faqat kiyim topolmagan kishi bir yoq yalang'och so'lab qo'yibdi masalan, yo turmidi ekan, yalang'och. Yoki daryo bo'yida, ko'l bo'yida suv ichibdi, kiyimini qo'yib shamol tushirib ketdi, o'g'rab ketibdi. Kiyim teppo'g'icha shu joyda namoz vaqti kelganida. Namozni qanday o'qiydi desa, salla 'uryanan qa'idan mumi'a. Yalang'och holatda o'tirib, ishoratlar o'qiydi. Ishoratlar o'qiydi degandan ruku sujudni joyida qilmaslik degan va furud degan gap nishadan chiqdi. Mumi'a yoki mumiya desak bo'ladi. Va huwa afdalu min al-qiyam. O'tirib o'qigandan afzal deydi. Nima uchun? Li'annahu tuliya bi baliyatayn fayaxtaru ayyahuma sha. Chunki bu yerda hozir ikki musibat va buning oldida. Ikki musibat besil keldi. Keyingi ikkisining birisini tanlaydi. Yengilroqini tanlaydigan gap. Illa annal qu'uda awla. Lekin biz yengilroq qaysi esa o'tirib ishoratlar o'qigani yengil deymiz. Nima uchun? Li'annal ima'a khalafun 'anil arkan. Chunki ishoratlar o'qishigan ruku sajdaning o'rniga dasaydigan ish. Ya'ni ruku sajda qilmaydigan odam, kasal odam ishorat bilan o'qisa bo'ldi. Wala khalafa an satr al-awra. Lekin avratni yuganmay qolgan ahvolda bunda qilsam bo'ladigan bir ahvol yo'q. İzbasar yo'q buning. Undanki izbasar yo'q, ishni qilmay, izbasar topolmagan ekan. Izbasar ko'rsatilgan ishni qilamiz demakchi. Wa qad ruya anna sahabata radhiyallohu anhum sallu kadhalik. Sahabe kiramdan ajna namoz o'qiganligi rivoyat qilingan. Wa amma istiqbalul qiblati faliqawlihi ta'ala fawallu wujuhakum shatra. Endi qiblaga yuzlanish farziga kelsak, Alloh taolaning o'sha so'ziga asosan farz namoz o'qigan chog'da qiblaga yuzlanib turish lozim. Fawallu wujuhakum shatra. Ashkabi tarafga yuzlaninglar degan o'sha buyruqi. فكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها. Kabe'nin aldıda, Kabe'nin körep tuğan alette, tuğan narkında kişi olsa, Kabe'nin üzüge yüzünüp durdu deydi. Kabe'nin üzüge yüzünündü. Ve in kana naiyan, eğer Kabe'den jirak yadı bulup kalsa, yeteveccehu ila cihatiha, Kabe taraf yüzlensi buldu. Mesela şu, garip tarafta ise garip kılam yüzlensi buldu. Şimal dese şimal kılam yüzlensi buldu. لقيام الجهة عند العز مقام عينها. Çünkü dal o'ziga yuzlanmay qolgan ahvolda ash tarafga yuzlansek, shu tarafga yuzlanish dal o'ziga yuzlansin o'rnida turibdi. لأن التكليف بقدر الطاقة. Çünkü bu yerda vazif topshirish qurbining yetishi qarab bo'ladi dedi. Çünkü bak jiroq bo'lsa, Kabe'ni ko'rmagan taqdirda Kabe'ning dal o'ziga yuzlanmaydi. Çünkü şu taraf yüzlüğünde Kabe'nin uyanlardan kötep geçiş mümkün yüzlüğünüş. Bu esvablı mı? Aş tarafını gösterdi. Bizden vazı gün çıkış, gün çıkarıp bunda mölçerlişimiz bunu şu tarafını gösterdi. Aş tarafı karışak buldu. Buldu. Aş tarafı yüzlensek buldu. Çünkü ayette o فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ aştarıkka dedi. Bunun bir kansilik var. Yani vatandaki mescidlerinin kıbleleri bazen aslan tekşürüp, bazen 3 günlerini kıysak, mesela 10 derece, 20 derece solga geçip meyli. Çünkü aşşatra şu taraf boğaçka. قال وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدره.
qo'rqqan ahvolda nega qarab tura olsa shu tarafga yuzlanib turib namoz o'qiyverdi. Liqavlihi ta'ala fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Qaysi tarafga qaramanglar, baribir Alloh taolaning zoti shu tarafda degan oyat. Wajhullah yani zatulloh demakchi. Wa yastawi fihi al-khawfu min al-aduwi was-sab'i. Qo'rqish dushmandan qo'rqish bo'lsa-mi, yirtqichdan qo'rqish bo'lsa-mi o'xshash. Chunki masalan dushman hujum qilib kirish tarafga qaramay, post tug'anlar masalan, muhofazat qilib tug'anlar, qarovullik tug'anlar unda u tarafga qaramay, qiblaga qaraman desak, dushman tuydumay kelib o'tirishi mumkin. Yoki yirtqich kelib qolgan tarafga qaramay, bu tarafga qarab tursak, yo'ldan biskib o'tib ketishi mumkin. Aw ayyakun ala khashabatin fil bahr yakhafu in tawajjaha ila al-qiblati ghariqa. Yani denizda bir yog'ochga esvag'im bo'lsa, a tarafga o'rilib turib, men qiblaga namoz o'qiy deb yetkilaman deb bo'cha suv ichib ketilgan. Bunda ahvol bo'lsa, shunda holatda qaysi tarafga qarog'liq bo'lsa shu tarafga qarab namoz o'qiydi. Li tahaqquq al-'azz bil-'uzr. Chunki bu yerda uzrsi bo'lganlikdan qiblaga yuzlanmaydiganligi bir haqiqat bo'lg'achqa, qa tarafga qarab turgan bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qiyverdi. Ig'ir kasal bo'lib qolsa, ig'ir kasal kishini uni yo'tkab qibla tarafga qaraydigan shaklda qilib qo'yishga, masalan, yotgan bo'lsa, bu qibla tarafga osmonga qaraydi-ku. Yo'qmamda sal meni qo'pirib qo'yganlar, o'tirabni qibla tarafga yuzlaman desa, qo'polmaydigan odam bo'lsa, yo unda jiri sunib ketgan masalan. Unda odam bo'lib qolsa, bu unda yetib turib namoz o'qiydi. Osmonga qarab bo'lsin. Wal qiblatu mawdi'ul Ka'ba. Endi qibla degan, nani qibla emas? Ka'baning o'zi emas. Ka'baning shu tigi ulidan tortib, cho'nqilab kiraversak-mi va ustiga chiqaversak-mi, shu bir tosh shu o'rinning uzargan holati shu qibla deb. Wal qiblatu mawdi'ul Ka'ba. Qibla Ka'baning joyi shu, asli makon shu. Endi bu bino shu qora qurilish, bu shu o'rin shu deb belgi qilib qo'yishning bino qilgan narsa. Qiblaning belgisi deyli. Wal hawa'u min hunaka ila anan as-sama. Shu Ka'baning o'rnidan tortib, tigi ulidan tortib, osmonning qa'ri qadar, cho'qqisi qadar deyli. Hammasi qibla. Shu havo bo'shliq hammasi qibla hisoblanadi deydi. Wala i'tibara bil bina, lekin qora qurilish va qora yopiq qilgan qurilish, to'chasi qurilish, shu qibla demaymiz. Shu belgisi. Şunun üst tarafımı hammasi qibla, ast tarafımı cho'nqirlab kiraversak, yani shu qibla. Nima uchun esa? Li'annahu yunqal. Chunki bu qurilishni chaqab, tashlanma o'tkazil bo'ldi-ku. Tashlanma o'tkazmasan, Amerikaga ketib qolsa, masalan, Amerika qarab namoz o'qimdi. Yani shu Ka'baning o'rni bo'lgan, shu Makka qarab namoz o'qiymiz. Hozir Ka'bani o'tkazib ketmasmi? O'tkazib qo'yib ketolmaydi. Ketmasmi? Amerika qarab namoz o'qiydiganlar bor-ku. Amerika qarab namoz o'qiydiganlar bor. Oqsaroyga? Ya Oqsaroyga, ya Kremlinga. Anan degan nimaga bo'ldi? Agar inan desak-chi, chulvuri yuginadigan. Qismi farq shu. Mutala o'qillar biladi buni. Walau salla ala jabalin a'la min al-Ka'bati jaza. Biz ashunda degan bo'g'achqa ulidan tortib, ya'ni tik cho'nqilab kirib ketsak-mi? Yoki havo boshqa o'rlab ketsa-mi, shuning udilkaga yana hammasi qibla duzuqo. Shunda bo'g'achqa Ka'badan egiz bir taqqa chiqib, Ka'ba yerda qoldi. Ma Ka'ba masalan. Ma taqqa chiqib, yerda o'qib qolsa, bu ma havo boshqa qarab o'qiydi. Unda Ka'ba chuqur qaramaydi. Bundan keyin ash qiblaga yuzlandi deymiz shuni. Hozir masalan 40-50 qavatlik bino bor. Vaqf binosida o'qsa, bunda ustidan o'tib ketadi nimasi? Yuzlanish nuqtasi. Mesela 2-qavatda o'qidi, 4-qavat ayrimning ishida masalan 2-qavatda o'qib qolsa, 3-qavatda o'qib qolsa, qara to'rt bo'jakning ustidan o'tib ketishi mumkin yuzlanish. Nega shu qiblaga yuzlangan hisobda? Fadalla annahu la i'tibara bil bina. Ashin joiz desak, unda bo'lsa bu binoning o'zini hisob qilmaykanmiz, binoning o'rni va ustiga ostiga ketgan shu uzun oraliq hammasi qibla ekan deymiz deydi. Ya, faynama tuvallu, qiblaga yuzlanmay qoldi. O'ngga, so'lga, astiribga,
yüz tarafga qanday yuzlansa Allohning zoti shu yerda demak. Vajh degan so'z arab tilida zot deganni bildirdi. Ya'ni bu yuzi degan gap emas. Zatulloh. Va yabqa vajhu robbika zatulloh demak. Qala wa in ishtabahat alayhi al-qiblatu wa laysa lahu man yas'aluhu. Ana qiblani qanmay qoldi. So'raydigan odammi yo'q? Qanday qiladi u? Yak so'raydigan odam kafir ekan. Mesela biz Xitoyning vujudida yo Amerikada musulmon uchirmadik. Kafirlar bor. Bu kafirdan so'rasaqmi qibla uqmaslikka aniqamdi. Aydirimda ishlaydigan kafirlar bo'lib qolsa, ba'zi bilishi mumkin. Uning bir ishini qilmaydi. Davomida so'raydigan bir musulmon yo'q. Bir joy bo'lib qolsa, qanday qiladi? O'zi unda tirishchilik ko'rsatib, faraz qilib baqib, mushtarak qibla bo'lishi mumkin. Kun perishmavi ekan, kun chiqishmavi. Ya bundan tug'an joylar Makkaning o'rnini hisoblab ko'rib baqib, ma taraf shu Makka tarafga deb namoz o'qiydi deydi. Lekin so'raydigan bir musulmon bo'lib qolgan ahvolda-chi, so'rashi vojib. O'zi ijtihod qilmay so'raydi boshqa. Eski musulmonlardan ishlaydigan aydirimdagi musulmon mislan. Dubayga tushdi, namoz o'qimoqchi, yani so'raymiz. Masjid o'zi masjidimiz deymiz. Masjid yo'q, ya tep bulanmasa, qibla qarshi tarafga deb so'rab, ya Hong Kongga aydirimga tushdi o'qmasdi. Eski musulmon ishlaydigan masjid musulmon bo'lsa, ya shu turda oldi musulmon bo'lsa, qibla qarshi tarafda deb so'raymiz. Matrabda deb shu bo'yicha namoz o'qiyapti. Unda adam faqat bo'lmasa, o'zimiz faraz qilib o'qidik. Wala yu'idu wa in akhta'a. O'zi tirishchilik ko'rsatib, tirishib taqib, faraz qilib taqib o'qigan ekan, keyin xatolikqa aniqlangan bo'lsa-mu, namozni qayta o'qiyvermaydi. Bu bo'ldi ketdim. Qayta o'qimaydi namozni. Bo'ldi desa. Nima desa, u qilish kerak bo'lgan ishni qildi. Shu kishidan, shu holatda nima matlubda? Sen so'raydigan, so'raydigan odam yo'q. So'raydigan odam bo'lmasa, o'zing tirishchilik ko'rsatib, hisoblab baqib, namoz o'qi deb to'q, u hisoblab baqib namoz o'qidi. Qil deganni qildi. Uni qayta namoz o'qisa, bir namoz ishqitim o'qi degan shu. Majburiyatni ado qildi deymiz. Lima ruya anna jama'atan min as-sahabati ishtabat alayhim al-qiblatu fi laylatin muzlimatin fa salla kullun minhum ila jihatin wa khatta bayna yadayhi khatta. Sahabe kiramdan bir jamoat qap-qorong'u zulmatli kechada qiblani o'qimay qolibdi. Birisi yoq mataribda, birisi yoq mataribda. Hammasi har tarafni ko'rsatib baqdi. Endi faraz qilib baqdi. Shundan keyin bu ya birilish lozimda, bireylarning fikri deydiganni qilmabdi. Ha? Bundan bo'lsa, men o'zining ijtihodi yoq qibla mataribda. Men tashhudim, mushtarak chiqdi, ching turibdi, amir ching turibdi. Mayli, bundan hammadan zaten birlik kelish kerak emas edi. Ashula shunda qilibdi. Bu rivoyat bo'lsa ojiz bo'lishi mumkin, lekin o'sha oldimda hamma narsa birlish kerak emas. Birlashishga ashula birlish lozim. Birlashmagan ixtiyoriy qilg'ash bo'lsa, birlashmasin bo'ldi degan gap chiqdi. Hammalar undan o'zi to'g'ri degan tarafga, biz tarafga, biz tarafga, har taraf qarab namoz o'qibdi deylar. Lekin hammasi bir qilib qo'yibdi. Atiyinlik qarab baqib qasimining to'g'ri chiqdi. فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة أتياندا قرسا هم لنن وقان تربي خطاك برسمو تورش قلبتو فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تمت صلاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديگندن كن بلکه bu safarda bo'lishi mumkin qaytib kelgan chog'da degandan keyin Rasululloh bu namozini tamom bo'lib qolibdi va fi rivoyatin la i'adata alaykum qayta o'qimasangiz bo'ldi deb javob berdi deydi. Bu rivoyatlama acizim. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمُ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي. Yani aqli dalil. Ma'adis aciz olg'achqa aqli dalilni yondashtirib baqdi, ajizlikni his qilg'achqa. Yani bir dalil bularga vojib bo'lgani o'zining tekshirib bunda aniqlab beqishi natijasi qarab, qaysi taraf qibla deb o'ylasa, shu tarafga o'zinishi vojibdir deydi. Taharri yani aniqlash. İdi teklifu biqadr lusa. Çünkü bu yerda vazifa topshirish, ma'ni qil, ma'ni qilma deyish shu kishiningki qurbi yetishi qarashlar deydi. Yani shu qarash dalil qilgan hadis ojiz bo'lsin. Mush qarash hozir qaytilamaydi degan qarash tabi'ildan İbrahim an-Nakhai, Sha'bi, Ata, Sa'id ibn Musayyib, Hasan al-Basri, Zuhri va Thawri va İmam Buxoriylarning qarashi. İmam Shafi'i rahmetullah alayhi eğer xatolikni qo'ygan bo'lsa, qayta o'qiydi degan.
shaxsiy o'qigan bo'lishi mumkin. Yoki jamoat o'qigan bo'lsa, imom atraf qarab namoz o'qisa, bir soat qarab turdimi? Yoki naflanda yolg'iz o'qigan namozdir. Tahajjud o'qigan bo'lsa, mesela ayrim taraf qarab namoz o'qigan bo'lishi mumkin. Qala fa in alima bil khata'i wa huwa fi as-salati istadara wa bana. Namozda turib xato o'qiganligini bilsa, masalan bu tekshirib baxtda. Tekshirina qo'y, qibla bosh tarafga kelganda nima turdimi? Turib namoz o'qiyotsa, vaqtida birdan kirib xato turiblar, sal so'lga qarab tursalar dedi. Istadara va bana. Namoz turib unda o'qisa, darhol buriliblam davomlashtirdi. Bana degan davomlashtirdi. Masalan, bir rakat o'qib bo'lgandan keyin qibla o'ng tarafda, so'l tarafda deyilsa, vaqtida qibla tarafga yuzlanib turib, oyog'ini kag yerdan davomlashtirdi. Normal. Burun qismi o'qib bo'lgan hisobda oyog'ini ikkinchi rakatdan tasib o'qiydi. Burun qismi bekor olib ketmaydi demakchi. لما روي أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر فاستداروا إليها. مسيدستا قبلة özgergen çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Haram Mescid'de namaz okup şu Kabe yüzünü okudu deyli. Quba'daki cemaat Bamdad okuyotgan çağda Resulullah'ın kaçtın Bamdad okup kelgen mesela. Bireyden şu cemaatin kaçtı ötep kaptı deyli. Ötep kalgan iken bu cemaat Bamdad okuyotgan holatda qibla o'zgardi. Baytul Maqdisdan Kabe'ga o'zgardi deb xabar kelgan ekan, bu odam deb qo'ydi shu namoz o'qiyotgan jamoatga. Degandikan, bu namozni turiblam, namozni buzmay, kelgan yerdan davomlashtirib o'qidi. Qiblaga yuzlanib, namozga qanday yuzlandi? Imom Baytul Maqdis tarafga tushdi. Jamoat Kabe tarafdan o'tdi. Imom unda menib jamoatning orqaga o'tdi, Kabe tarafga. Jamoat to'g'ri yerdan orqaga burildi. Shunda aylanmasa, o'zgarib bo'lmaydi. Biz bilib qolgan bu hukm ishlaydi hamda unda o'zgarib yaqinda hozir biz qiblani biz xatoni o'qib qolgan ahli Qubaning o'rnida qaraylik bizni. Biz sinfda hozir namoz o'qimoqchi. Da faraz qilib vaqtdoq qibla do'st kitobda ekan deb namoz o'qiyotsak, g'achchida bu uyning sahibi kirib, qibla aynak tarafda xato turibsizlar deb qo'ydi. Ya'ni g'achchi biz namoz turiblam ash tarafga burilib o'qiymiz. Lekin burun o'qib bo'lgan xato o'qib bir rakat hisob qaytilmaysiz, ya namozni buzib o'tmaysiz demak. Ma'va sayyidisa nima? Quba ahliniki Bamdadda burilib o'quvni sayyidis. وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير. Bu nima uchunsa qiblaning qaysi tarafda ekanligini aniq bilgandan keyin buning shu qiblaga yuzlanishi farz bo'ldi. Undan keyin farzni ijro qilish uchun qachchi burilib turmaymiz. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushvaqalikni angladi, xabar topdi deylar. Xabar topgan bo'lsa obdan qilibdi deb uni qayta yaqa burun Baytul Maqdis qarab o'qigan namozini bir rakatni qayta o'qishing lozimda, namozing buzib ketdi degan gapni qilmagan. Shundan keyin burun o'qiganimi hisob. Qala va in salla bighayri ijtihadin fa akhta'a a'ada. Endi hech qanday tirishchilik ko'rsatmay, aniqlashga tirishmay, bir yoki so'raydigan odam yo'q. Ya bağlısını soğumay, biz bilgen hiçbir şey qarablan, فَاِنَمَا تُوَلُّ فَتَمَوْجُ اللّٰهِ diye Allah Teala. Yoldan kulaklık tutuyorsa, namaz okup boğandan keyin, ya kıbla bu tarafta olmasa, ma tarafta hata turuplar dese, namazı kayıt okuydu. وَكَذَلْكَ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ فَلَمْ يَسْأَلْهُ bayatını yiyorsunuz. So'raydigan adam bağlap, so'may, hata okusa, kayıt okuydu. لِيَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبَ الْاِسْتِدْلَالِ بِالتَّحَرِّي وَالسُّؤَالِ. Çünkü o so'rash majburiyatini ado qilgan bo'ldi. Yana tekshirish orqali qiblani bilish majburiyatini qilmagan bo'ldi. Va in alima annahu asaba. Yani va in alima degan ba'da salat degan gap, namoz o'qib bo'lgandan keyin to'g'ri o'qiganligini uqsimi? Masalan, namozni o'qib bo'ldi hozir. Tekshirmaylam, so'maylam, namozni bir taraf qarablam o'qidi. O'qib bo'lganiga assalomu alaykum va rahmatulloh degandan keyin biraydan kelib qiblani topolibli yaxshi mushtarib tizadi. To'g'ri o'qiblar desimi,
Qana qildi. Qala i'adatu alayhi bi wujud tawajjuh ila al-qibla. Qibla yuzlanma yuzdan to'g'ri o'qidigo, davoniga qaytilmaydi debdi. Walau shar'a la bit-tahri. Bayat alima degan so'z aslida avo namoz o'qib bo'lgandan keyingi ahvol ekan. Salom berib bo'lgan chog'da to'g'ri o'qiganlik aniq bo'lsa, mayli bo'lib ketdi. Chunki u qiblaga yuzlanib o'qigan namoz durust bo'ldi degan. Lekin walau shar'a la bit-tahri. Namozga unda so'may, tekshimay, aniqlamaylan quloqqa turibdi. Namoz o'qiyotgan chog'da, ma'luma fi salam. Namoz tugumagan, salom bermagan chog'da birikilib qibla to'g'ri bo'libdi debdi masalan. Annahu asaba. To'g'ri o'qiganligini namoz turib bilgan bo'lsa, yastanifu tahrima. Yana boshlardan boshlab o'qiydi. Mushqarash namoz tugaganda maylan bo'ldi ketdi-da. Namoz o'qiyotgan chog'da tekshirmay, so'may turiblan quloqqa turgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan chog'da qibla yuzini o'qiganlikka, to'g'ri o'qiganlikka ma'lum bo'lsa, davomlashtirmaydi deydi. Yeni başlardan kulakka qilib, yangi boshlab o'qiydi. Burunqa o'tib ketgan hisob emas demakchi. Bu Abu Hanifa bilan Muhammadning qarashi. Va qala Abu Yusuf yamdi fiha. O'qiydi davomlashtirib, kaga yerda o'qiydi demakchi. Burunqa hisob demakchi. Aslida bu ilgari qarash, yastanif degan qarash, uch imomning qarashi. Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammadning qarashi. Zahir rivoyatga qarash. Va Abu Yusufning qarashi hozir g'ayri zahir rivoyatga kelgan bir qarash bor. Aziz qarash. Bu namoz o'qiydi debdi. Li'annahu law qata'aha yasta'nifu ila hadhihi al-jihati. Chunki bu yanglashlardan quloqqa qismi, ya'ni shu taraf qarab o'qiydi uni. Biz bu do'stga taraf qarab namozga turilagan, so'may, tekshirmaymiz, ammo namoz o'qiyotgan chog'da hachida o'yiniga iskirab, qibla zarmish do'stga tarafda to'g'ri o'qiblar dedi. Degandan keyin Abu Yusuf deydi, qayta quloqqa yanglashlardan boshlaysan desang, men shu do'stga taraf qarab o'qiydi, bu o'zgarish yo'q uningda. Davomlashadi demakchi. Yani shu taraf qarab o'qigandan keyin fala faidata fi. Yenidan quloqqa qismning foydasi baribir deydi. Fala faidata fil istinaf demakchi. Walahuma at-tarafayn yoki zahir rivoyatda shu kishilarning qarashi anna halahu ba'da al-ilm aqwa. Chunki u bilgandan keyin uning ahvoli kuchliroq bo'ldi. Al-yastawillazina ya'lamuna wal-ladina la ya'lamun. Litayaqqunihi bi jihatil qibla. Chunki bu bilgandan keyin qibla mushtarak ekan zotda keskin bildi bu. Va bina'ul qawiy ala ad-da'if la yajuz. Kuchli narsani ojiz narsaning ustiga bino qilishga bo'lmaydi. Yani bu Hanifi mazhabda namoz masalasida ko'p chiqadi bu. Xullas qurilishdagi odam yer ostiga yo birinchi qavatliga xam qismini ishlatib, ki ustiga simonni tumi ishlatib sho'qqa, ostiga kuchliqni simonni tumini ishlatamiz, undan keyin ustiga xam ishlatsak, boshqa nima ishlatsak bo'ldi. Namozda shunda bir qoida chiqarig'liq Hanifi mazhab. Ojiz ustiga kuchli narsani yuklab qo'ysak bo'lmaydi. Shu nafl o'qigan odam imom bo'lsa, farz o'qigan odam iqtidor qilsa bo'lmaydi. Balki deyish mumkin, tayammum qilgan odam imom bo'lsa, tartaga odam iqtidor qilsa bo'lmaydi deyish mumkin. Masalan, vallohu alam. Yoki masalan, o'tirib ishorat bilan o'qigan odam imom bo'lsa, ruku sajdadan to'liq joyida qila oladigan odam uni iqtidor qilsa bo'lmaydi deyish mumkin. Mujna bir qoida chiqarib, turli masalalarda ishlatildi mush qoidani. وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ولهذا قلنا المومئ إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني. Şuna biz işaret bilan o'qigan kishi aslida bu odam kesildi yoki mag'dusizlik ketgan, hali yo'q, ular o'tirib ishorat bilan namoz o'qigan. Lekin namoz o'qitib turib, sal mag'dub paydo bo'ldi buni. O'rtirib, ruku qiladigan bo'ldi, inshaalloh bo'ldi. Bunda bo'lgan bo'lsa, bizning duoq la yabni davomlashtirmay yangi boshlardan o'qiydi dedik. Chunki namozni boshlagan chog'da sen ishorat bilan namoz o'qiydigan ojiz holatda, keyin ruku sajda qiladigan holatda jallanib ketdan, undan keyin unda davomlashtirmaymiz. Yangi boshlardan boshlab o'qiysa degan to'xtaydi. Ya'ni ash qoidaga asosan. Allohu akbar. ولهذا قلنا المومئ إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني. İşaret bilan boshlagan kishi kasallik sababidan keyin ruku sajdani joyida qila oladigan, harakat qila oladigan bo'lib qolsa, namoz o'qib, yangi boshlardan boshlab o'qiydi dedi. Nima uchun? Li'annahu bina'ul qawiy 'ala ad-da'if. Kada huna. Chunki bu
aziz boshlab keyin ustiga kuchli holat bo'lib qolganda unda davomlashtirib bo'lmaydi. Kaza huna, ya'ni mush ahvoldimi bilmay turib boshlab keyin bilgan bo'lsa yenidan quloq qoqidi demoqchi. Kaza degan ishada qiyos yoki dalil ahvolni ma ahvol qiyos qildik demoqchi. Wa man addahu ijtihaduhu ila jihatin, an biraylan qiblini qoidabda faraz qilib tirishchilik ko'rsatib baxti. Tirishib baxganiga mustarab qilgan deb natijaga erishdi. Fasalla ila g'ayriha. O'zining izdinish natijasi madus tarafda bo'lsa va dirish taraf qarab namoz o'qidi. Bu misol tanishchiga deb qolganki. O'zi izdinishni ilib birib qibla mustarabda desa, o'zi qibla degan tarafni tashlab qo'yib bosh taraf qarab namoz o'qidi. Fasadat. Namozi buzib ketdi. Va in alima annahu asaba al-qibla. Margabga diqqat qiling. U o'zi yuzlab turib namoz o'qigan taraf qibla emas bo'lsa-ku, uni buzib ketdi namozi bekor. Lekin o'zi qibla emas deb qaragan taraf keyin qibla chiqib qolibdi. To'g'ri o'qigan chiqib qolgan taqdirdami bekor edi. Ya'ni bu demak o'g'ini keyin shu yuzlab turgan taraf qibla bo'lsin, qibla bo'lmasin, baribir buning namozi bekor. وقال أبو يوسف هي جائزة لحصول المقصود. Abu Yusuf maqsad ado bo'ldi. Qiblaga yuzlanib namoz o'qigan, buni hozir yuzlanib turib namoz o'qigan yeri tarafi qibla to'g'ri chiqdi. Nima chataq, nahonkin hisob bo'ldi o'sha namoz buzib ketmaydi deb turib. Maqsad nima edi? Va isobatul qibla. Qiblaga yuzlanishdi. Qiblaga yuzlandi, qiblaga yuzlandi. Shu yuzlangan taraf qibla chiqdi zodi. Ayda deb turibdi. Bu Abu Yusuf'ning kelgan bir aziz rivoyat bu. Lekin Abu Yusuf'ning zahir rivoyatida qarshi imom bilan billah. Walahuma yani walahum fi zahir rivoyat deydi. Annahu taraka fardan. Nima uchun qiblaga yuzlanganlikka aniq bo'lsa-mu yana namoz buzilib ketdi deysiz desa, chunki bu hozir bir farzni tark etdi deydi. Taraka fardan lazimahu andal ittida. Namozga quloq tutgan chaqda qilish kerak bo'lgan bir farzni ado qilmagan bo'ldi bu. Shu farz nima deb iborat? Va sala ila jihati tahri. Biz uni farz qilgan narsa siz izlanib faqat natija qaysi tarafni ko'rsatsa shu taraf qarab namoz o'qing deb bir farz qilgan deydi. Ya'ni uning qiblasi izlanish natijasi ko'rsatgan tarafda deydi. Qibla shu bo'lsin, emas bo'lsin. Fasara kama idza taraka niyata va nahwaha. Shundan bu kimga o'xshab qoldi desa, niyat qilmaylam turgan kishidek esa niyat qilib o'qing degan bo'l namozni. Niyat qilib o'qisam desak, niyat qilmaylam o'qigandek bo'ldi. Tekshirib, na qibla deb o'ylasam, o'shaga qararsa, qibla ma'taraf deb o'ylab turib, atraf qilgan ekan, bu xuddi niyat qilmaylam o'qigan o'xshashdi. Ya xuddi buning ko'ngilda va qiblaga yuzlanmay o'qiya degandek. Chunki ko'ngilda bilgan qibla mushtarab deydi. Bu qiblani tashlab bosh tarafga yuzlanganda qiblaga yuzlanmaymiz, bosh taraf qarab namoz o'qiyman degandek bir ahvolda. Xuddi niyatida namozni buzib ketmaydi degandek. Bu hozir qiblaga yuzlanish masalasi shart tugidi. Va amma niyya degan yana abzasdan boshlanish lozim. Nima uchun? Biz namozning oldidagi qilish kerak bo'lgan farzni 6 dedik, shunami? Bunun boshqa vaqtning farzini biz ayrim bayon qilib qo'ygan, tahoratni ayrim bayon qilib qo'ygan, namozning oldidagi farzni istiqbol, qibla, satrul awra va niyya deb ayg'ida niyat sanalgan. Endi shu va niyya degani 6-farz shu demakchi. Odamlar namoz qayt qilib namozni shart buziladi ya. Ya salom qilmay, buzitib qo'ygan. Ya xizo qilmaylar bunga. Sahabilmi ayni shu ayrim o'qishi balki shundan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Abraylan xilma tarafda, lekin men yo'q ma'tarafda deb turoldim. Ular men u qibla emas degan tarafga agish majbur ixtido qilamdan qilmayman. Ya, men xilma tarafda namoz bo'lmaydi, u taraf qarab namoz o'qsak deb turgan ekan, sahabilarmi esa o'z oldiga o'qigan bo'lishi mumkin. Va amma niyya, 6-shart niyat degan masalaga kelsak, bu bir farz. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam al-a'malu bin-niyyat. Wa li'annahu la ikhlasa illa bin-niyya. Çünkü niyat bo'lmasa, ixlos qilish bo'lmaydi. Faqat umirna bil-ikhlas. Biz ixlos qilishga buyurilgan. Qala ta'ala va ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Yani mushammisa niyatning farzligini ko'rsatdi demakchi.
yuqorida kamaida tarakan niyata va nahvaha dedi-ku. Nahvaha degan nimani ko'rsatdi? Ya masalan niyatni tashlab niyat qilmaydan turgan kishiga o'xshadi va yana shuning o'xshash narsani tark qilgan kishi. Masalan, mehrab yaqinning belgisini qo'ydi-ku. Shu bo'lsa-mu qarab turib uni qo'yib, matrab qarab namoz o'qigandek o'xshaydi. Niyatni buzishda munosabatsiz. Yo'q, bu niyat buzish masalasi keyin chiqishi mumkin. Mana bu mazhabda bir namoz niyat qilib, keyin niyatimni o'zgartirib yo boshqa bir niyat qilgansa bekor edi. Ya'ni namoz ashburun niyat qilgan hisob, keyingi o'zgartgan niyatlar bekor deyish mumkin. Niyadan niyat qilmay, niyatsiz namoz o'qigandek bunda ahvol bo'lsa, bekor bo'lgandek, ma ahvoldan bekor qilamiz edi. Ham niyat anlamu shu oyatga asosan va hadisga asosan farz dedi. قال وينوي للصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريم. Ay namozga kirgan chaqda quloq qiqish bilan tang ulab bilan niyat qildi deydi. Quloq qiqqan chaqda Allohu akbar degan chaqda ko'nglimizda namozning niyati bo'lishi lozim. Niya muqarina demakchi. Tang billa bir vaqtda bo'lishi kerak ikkisi deydi. Endi boshqa imomlar musallat qiladi. Boshqa imom Shafiy shunda qaraydi. Shuna Shafiy mazhabda namoz quloq qaqqanga diqqat qilsangiz, Indoneziya, Malayziyaliklar. Mana misrliklarga diqqat qilmaydi. Boshqa davlatdagi Shafiy mazhabdagilar bu baqqichilib ketadi. Ay niya muqarina qilamizda Malayziyalikni qish tursangiz diqqat qilib boqaman. Bu quloq qaqqan chaqda Allohu akbar bo'lmadi. Yani Allah vaqt tushgan chog'dan Alloh ko'rib turdi. Bo'lmasa u ishni kattida vaqtida tushirmay, ashunda qishinlar 3-4 qadam ayda qiyg'il turgandi. Bu bir takallufim. Nada Rasulullohning o sahabe-ikramning unda chigunchi qadar. Men de kulgim gap qoldim. Malayziyaliklar namoz o'qisa, yerim turib qolsa shundan. Niye muttasila bi tahrim Alloh akbar degan chog'da, shu chog'da niyat bo'lishi lozim deydi. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة. Bu niyat nimadan iborat? Niyat qildim, o'tirmanda, peshimdan, to'rtdagi farzni qiblam jihat Ka'ba iqtido qildim, hozir imom degandan gap yo'q. Mana bu mazhabdan o'z qaranglar. Qalbida qaysi namoz o'qiganlik shunda o'ylab turib Allohu akbar desa bo'ldi deydi. Shu niyat. Wala yu'tabaru bil lisan. Tilda niyat qilish u hisob emas. Mana bu mazhabdan o'zana kitob chiqdi. Zaman ham diyorimizda avani bir mazhabdan qildi bid'at u bu da unda hujum qilish ajiz. Nima dedi ona? Dilda qilsa, tilda qilishing kerak emas dedi. Li'anna niyata amalu qalb. Niyat degan ona qalbning ishi bu, dilning ishi. Qala Muhammad ibn Hasan an-niyatu bil qalbi fardun. Niyat degan qalbda qilish farz. Va zikruha bil lisan sunnah. Til bilan deyish sunnat, ya'ni sunnat degani hozir buning sababi chiqdi. Muhammad ibn Hasanning sunnat degani. Amaliyotda namozda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam til bilan niyat qilib qo'yganmi? Yo'q. Hajda qilib qo'ygan. Hajda til bilan ash niyatni ifodalash lozim. Labbayk Allohumma bi umrah, labbayk Allohumma bi haj deb ashuni tilda deyish lozim. Yo'q, u dildilan niyat bo'ldi deb hajda tilda demiz bo'lmaydi. Tilda deyish. Endi shahodat aytsa masalan, o'zim qalbimda musulmonman. Shahodat aytsa, yo'q, men dilimda musulmon, tilda deyish kerak emas uni. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna rasululloh demayman deb tursa, qalbisini olgan gap. Davomkan bu ba'zi o'rinlar bor, tilda deydigan. Endi mana bu mazhabning tilda deyish lozim namozda degan nerdan chiqdi desa, Muhammad ibn Hasan shu hajda tilda deyish sunnat degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam labbayk Allohumma bi haj dediga. Davomkan sunnat nerda sunnat? Hajda sunnat. Ana bu mazhabda ba'zi ulamolar Muhammad ibn Hasanning hajda tilda niyat qilishing sunnat degan gapini g'achchi namoz o'tkazib, namozimi sunnat deb qolgan. Deb qolgan ekan bu shu tilda niyat qilish sunnat degan gap shardan chiqqan. So'ng yadabda val jamoa baynahuma afdal. Xudan Muhammad ibn Hasan tilda deyish sunnat deb qoldi. Abu Hanifa bilan Abu Yusuf tilda deyish yo'q degandek bu ustozimning hammasining gapiga amal qilgan bizning chetga qo'ymaydi deb bunda akilib ikkisini voqiflashtirgandek chiqadi deydi. Amaliyotda Muhammad ibn Hasan namoz deb qo'ygan. Haj degan so'z. Haj demaydan deydi uni.
Farqi yo'q. Vel cema baynama afdaldir. Bu bekor gap. Bu namozda Muhammad ibn Hasan demagan ekan, ya vel cema baynama degan gap chiqmaydi. Vel ahvatu an yanwiya muqarinan lish-shuru'. Mana mesela betning asli qarasanglar, bizning muassasada risolaning tabassutqa mana qala sahibi Raddul Muhtar degan Hashiyat ibn Abidin degan kitob shu. Ad-Durrul Muhtar degan bir matn bulab, bir kitob bulab, shunga Muhammad ibn Abidin hashiya yozgan. Hashiya bu Hanifi mazhabning butun kitoblarini xulosa desak bo'ladi. Suzmisi. Shuningda buni menda bayon qilgan. Raddul Muhtar ala Durrul Muhtar, ya'ni Hashiyat ibn Abidin degan kitobni shu. Azahu fi tuhfati wal ikhtiyar ila Muhammad. Ikhtiyar degan mush kitob bilan tuhfa degan Tuhfatul Fuqaha degan Samarqandning kitobi, ikki kitobda buni Muhammad ibn Hasan shu tilda niyat qilish sunnat deydi. Muhammadga mansub qildi. Va sarraha fil bada'i bi annahu lam yadhkuru fi salam. Bada' sanan Kasani tuhfaning sharhini yozgan. Bada' sanan yozgan Kasani yo'q, bu namozda Muhammad ibn Hasan deb bakmagan. Bal fil haj, buni haj degan. Fa hamalu as-salat al-haj. Undan ba'zilar chiqib, bizning deyamizga shu Mavranlar Turkiston nimadir ba'zilar turib namozni hajga qiyos qilib, namozni tilda niyat qilish sunnat. Xuddi masalan ro'za tutmagan fidya berishga, ashunda qiyos qilib namoz o'qimagan fidya berish isqot salat degan chiqadi-ku. Shunga o'xshab xato qiyosini qilib yurib, namozni sunnat degan gapni chiqarib qolgan. واعترضهم في حلية دين كتابتا ولا اعتراض براب بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل ولم يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير. قال ابن عبدين فهذا صريح في نفي قياس الصلاة على الحج. لكن مش علماء منك حج Manda faoliyat bo'lishqa ezlar niyat qilish yo'l qo'yilgan, lekin namozning vaqti qisqa, ezlar niyat qilish yo'l qo'yilmagan degan ulamoning nimasini naql qilib turib, mana shu ulamolarimizning so'zi qarasam, bu yerda hozir namozni hajga qiyos qilish bu o'rinsiz, xato chiqadi degan yakunga borsa edi. Undan keyin Hanifi mazhab ulamolari, Abu Hanifa, Abu Yusuf, va Muhammad ibn Hasan Shaybani ushil esa til niyat qilish yo'q. Ya'ni bu til niyat qilish degan endi xato qiyos bilan xato o'ylan, Hanifi mazhabga mansub ba'zi ulamolar shunda deb qolgan ish shu. Chunki Hanifi mazhabning imomlari Abu Hanifa shunda dedimi? Yo'q. Muhammad dedimi? Yo'q. Abu Yusuf dedimi? Yo'q. Hanifi mazhabning kitobi mana wala yu'tabar bil lisan edi. Ajizat bo'lgan gap shu. Lekin Hanifi mazhabda unda til bilan niyat qilish degan gap yo'q. Kama tungallicho tillan niyat qilib taxin. Unda Imom Zoqa va Zoqa Imom Sulay va Sulay. Bizda unda imom qo'sqobma, imom o'rtasi o'tirmagan gap yo'q. Unda deydi. Nima qiblam bujakdi deb qo'ydi ba'zan. Uni uqmayman-da. Qiblam bijahati Ka'ba degan gap. Qiblam bujakdi Ka'ba dedi. Ko'pincha masjidning qiblasi bujakdi deb qoldi-ku. Bujak deb o'zgartdi buni. Wal ahwatu an yanwiya muqarinan lish-shuru'. Eng yaxshisi shu Alloh akbar deb namoz quloq qiqqancha shu udillashtirib, tang ko'ngilda niyat qilish shu eng yaxshisi shu. Ay muxalitan lit-takbir. Ikkisini shu birlikda qilish demakchi. Muxalatga aralashtirib qilish, Allohu akbar deganda shu niyat mutang shunda bo'lishi shu yaxshi. Kama qala Tahavi, Imom Tahavi mush tang qilish yaxshi degan. Muqarinan muttasila bit-tahrima degan gap shu. وعن محمد إمام محمد كان بروايته في من خرج من منزله يريد الفرض في جماعة أيضا من جماعة مسجد نماز قمنا دب çıktı تعرف çıktı mı فلما انتهى إلى الإمام كبر نماز kiriplam kaşı sarıplam cahil koyup kaççıda sev kiriplam Allah akbar deb tutuqo şu arlıqta bizim konumuzdan va peşimning tötürkisini okuyamaz bunda degan kanım yok aldırap alıp sarıplam Allah akbar deb tutuq unda niyet narsa kalımızda o'tmadi hozir xiyolimiz kelmadi ولم تحضره النية نية خيال كمده يجوز من ده هذا ميله بلاورده لأنه باقنا على نيته بالإقبال على تحقيق ما نوى çünkü öğüdün çıkan vaxtıda ben namaz okumamış peşimden tötür kitinin şu cemaatler mescid okuma degan niyet boğaçqa
o'zining niyat qilgan narsani qilishga yuzlanganligi niyatida turganligini ko'rsatadi. Thumma in kana yuridu tatawwu'a yakfihi niyatu asl as-salat. Endi yuqorqisi farz namozni olsa, nafl o'qimoqchi bo'lib qolsa, unda ko'ngilda unda ma'nosini nafli deb undan o'qimay, namoz o'qiyotgan deb Alloh akbar deb tursa, bo'laverdi dedi. Va fil qado degan farz namozning qazosini qilishda yuayyinul fard farz namozni o'tib ketib qolgan namozning qanday namozligini belgilaydi dedi. Peshimning 4 rakat farzini o'qiyolmay qolgan bo'lsa, peshimning 4 rakat o'qiyolmagan farzini o'qiyma deb niyat qilish lozim. Va fil vaqtiyya ya'ni mishada yuayyin degan gap nada tayin qildi? Dilida, til degan gap yo'q. Va fil vaqtiyati ya'ni fardal vaqti aw zuhral vaqt. Endi vaqt kelgan shu hozirgi vaqtning namoz bo'lib qolsa, hozir farz bo'lgan namozni o'qiyma desa bo'ldi. Yoki hozirgi masalan peshimni o'qiyma desa bo'ldi dedi. Bu hammasi ko'ngilda deydi. Til bilan degan gap yo'q. Demak, ashla deb qolsa, ashla namoz yo'q, tilda desa nima bo'lmoqchi? Ba'zi ulamolar niyatni joyida qilishing uchun va til desang buni yardım bo'libdi. Masalan, shu chaqda niyat qilib o'tirmanda bu dedi-ku, desang shu chaqda qachida qalbingga shu niyatni akilib, niyatni joyida qilishga foydasi bor işte bu. Bunda foydalanish vositasi sifatida qabul qildiriladi bor. Yani bir qism ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedida sallu kama ra'aytumuni usalli dedima degan ekan. Rasululloh qanday namoz o'qishni namoz o'qitdi. Namoz o'qishda tilda niyat qilish bormi-da? Yo'q-da. Sen yo'q ishni bizni qilsang bu bid'at bo'ldi deydi. Navonki tilda niyat qilib qolsa, bir qarashda shuna bir foydali bir ishni qilgan bo'ladi. Yani bir qarashda dilda niyat qildi, tilda niyat qilsa, tilda niyat qilgani bid'at bo'lib, farz namoz va yaxshi ishni qilish bilan bir bid'atni birga qilgan bo'ldi. Shunda niyat qilib o'tiraman-da bu degan gapni biz hozir hali bir mazhabda turadigan bo'lsakmi qilmaymiz, boshqa mavqeda turadigan bo'lsakmi qilmaymiz, qilmasak kallasa qayda. Vatan tuzaqmi qilmaymiz, chunki vatanda bir mazhabga amal qilman desa, bir mazhabda valay o'tabar bilsan dedi, boshqa qarashda tutaman desa, unda zodi til niyat qilish yo'q, bid'at deb qaraldi. Wa in kana ma'muman yanmi fardal vaqti wal mutaba'a. Ma'mum degan jamoatlar iqtido qiluvchi bo'lsa, bu hozirgi vaqtning farzini o'qiyman deb niyat qildi ko'ngilda va imomga iqtido qilish niyati bo'lish kerak. Aw yanmi shuru'a fi salat imom. Yoki imomning namoziga men qatnashiman degan niyat bo'lishi lozim. Aw yanmi iqtido bil imom fi salati. Yoki imomning namoziga men iqtido qilaman degan bir niyat. Hammasi bir mazmunda gapimiz. Bu jamoatlar namoz o'qiyman, imomning haqida birga namoz o'qiyman degan bir niyat bo'lishi lozim deydi. Nima uchun? Jamoatning fazilatining ajrini olish uchun. Chunki hozir biz jamoat to'lab namoz o'qishni niyatimizni qildik, nima? Innamal amal binniyat. Jamoatning namozi yolg'iz namoz o'qiganda 25 yoki 27 daraja ortiqdi. Undan keyin shu ortiq fazilatning ajrini nima bilan oldik? Shu niyat bilan oldik. Shu niyat bo'lishi lozim. Lekin bir odam bo'lsa, ma 50 odam jamoatlar o'qitishnama. Bir odam oyanda o'zalda o'qib niyat qilmay. Lekin o'sha jamoat bilan tang o'qitib buni o'xshash tang minibdi deydi. Jamoatning ajri olmaydi. Chunki jamoat niyat qilmadi. Jamoat bilan o'qishni. هذا والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.